Bugun sizlarga shu yoshligimizda har doim yangi yilga qilgan tog'ora olivyelarni qilishni yana bir marta o'rgataman. Xullas, o'zingizlar bilganlaringizdek shu kartoshka, morkov, gorох, bodring, xullas kolbasa bormi, tovuq go'shti bormi, xohlaganlaringizni solib, svejiy bodring, solyodniy bodring solasizlar, tuxumlarni qaynatib olamiz. Qizlar, sizlarga layfhak, ikkita qaynagan tuxum olasizlar, bu yerim deb paqilib bir-biriga urasizlar. Kim yutqazsa, kechki ovqatni pishirishni oldindan kelishib olasizlar. Bilasizlarmi, mana Rossiyadaligimga уже 10 yil bo'lyapti, 9 yil bo'ldi. Kelib ketib yuramiz, постоянно emasmiz, lekin baribir ham 2 yildan beri shu yerdaman. Hozir o'zimizning o'zbekistonlik odamlar, har xil odamlar bor. Odamlarning asl basharasi yoningizda birga ishlagandan keyin ko'rinar ekan. O'zbekistonlik bitta opa keldilar ishlashga bizni yonimizga. Men ovqat sotar edim birinchi kelganimda. Unaqa tayyorlamas edim. Birinchi shu ishxonaga kelganimda ubirishsa bo'lsam kerak, bu ishlasam kerak deb o'ylaganman. Keyin men nachalnikka meni ko'rgandan keyin meni nimaga qo'ygan, razdachaga sotishga qo'ygan. 1 yil shu yerda ishlaganimdan keyin, ovqat sotganimdan keyin nimamni oshirish uchun oyliga yaxshiroq deb bu yoqqa o'tkazgan povurlikka. Keyin 1 yildan keyin men o'rnimga odam topishim kerak bo'lgan va o'sha opani topganman. Shundan keyin hayron qolganman, nahotki odamzod shunchalik xarakteri yomon bo'lishini bilmas edim. Shu darajada shunaqa odamlarni, yana ayol kishi bo'lgan, yoshi ham katta bo'lgan, 50 yoshdan katta opa bo'lgan. Keyin meni o'rnimda ishlagisi kelmagan, sen mendan ko'p oylik olyapsan deb meni hattoki kuf-suf qiladigan darajaga ham borgan. Buni keyingi videolarimda aytib beraman. Menga obuna bo'lib, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.